Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 22 aprel 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Bugun chiqqan gazabloklarimiz bilan 20 ga 30-60 bo'lgan gazabloklar. Hop. Vodiy bo'ylab 17 ming so'mdan yetkazib berish yo'lga qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Bilan aloqa chiqarasizlar. Hozir ichkarida gazabloklar qo'yilyapti. O'shani sizlarga nimalar qo'shilishini ko'rsatib, videosini qilib, obzorini qilib beramiz. Bizda faqat uzilmaydi, kesilmaydi. Boricha ko'rsatiladi. Hamma narsaning hech qanday montaj qo'yilmaydi. Ekranga nomer yozish uchun qilinadigan montaj qilinadi xolos. Nimasindir kesib, olib tashlab qo'yilmaydi. Hammasini ko'rsatib beramiz. Xohlasa mana ikkita yonma-yon sex qilganmiz. Bitta. 10 kilo semen, ustiga yana ximiyalari, unikatlari, ular alyuminiy pudra, semenni yoyib olib bir 110 kilo sement, 100 kilo, 50 kilodan ikkita. 100 kilo sement, kumla. Bu tomonniki ham ketdi. 100 kilo sement. 10 kilo laxtagini bu paqir qop sochashdan oldin tashab qo'yilgan. Bular bugun yangi quyilganlar. Mana bu quyilganlar. Mana quyilyapti. Kimga nimadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Hop, buni YouTube orqali javob bera olmayotgan bo'lsak, qandaydir nimadir sabab bo'lib qolyotgan, o'shanga javob yoza olmayotgan bo'lsa, bo'lmaysizlar. Bemalol o'zimga aloqa chiqarasizlar, nomer yozib qo'yaman. Yasin 450 plus marka ishlatamiz. Yasin 450 plus.